Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Yana bir bor sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugun biz sizlar bilan an'anaga sodiq qolgan holatda amaliy mashg'ulotlarni keyingi ishlariga o'tamiz. Sizlar bilan bundan oldingi amaliy mashg'ulotlarimizda elektromagnitli relay to'g'risida ma'lumotlarni sizlarga berib o'tgan edim. Bugun esa mana shu elektromagnit relay ishtirokida etgan elektroqo'ng'iroqning vazifasi va ishlash prinsipi tuzilishi to'g'risida bugun amaliy mashg'ulotda ham bajarib, ham nazariy jihatdan bilimlarga ega bo'lamiz. Elektromagnitli relay asosiy qismi hisoblanadi. Elektroqo'ng'iroqning ichki qismi hisoblanib. Demak, elektromagnitli relay elektroqo'ng'iroqning ishga tushishida asosiy qism sifatida ishtirok etar ekan. Hozir sizlar bilan amaliy mashg'ulotda elektromagnitli relay ishtirok etgan, ya'ni elektromagnit relayning sxemasi asosida elektroqo'ng'irog'ini amaliy mashg'ulotda bajarib ko'ramiz. Buning uchun bizga zarur bo'ladigan asbob anjomlar hamda kerakli bo'ladigan detallarni ketma-ketlikda tanishtirib o'taman. Ish asboblaridan turli omburlar, ya'ni burama отвертка kerak bo'ladi. Turli xil detallarni bir-biriga biriktirishda yelimli pistolet, tok manbai kerak bo'ladi. Tok manbai shu o'rinda ta'kidlab o'tib ketishim kerak. 12 voltli tok kuchlanishga ega bo'lgan tok manbaidan biz bugun foydalanamiz. Ya'ni ish jarayonida kerak bo'ladigan bizga jihozlar asosiy birinchi o'rinda bizga ishchi stoli kerak bo'ladi. Ishchi stolida yog'och detal tanlab olinadi. Biz bundan oldingi amaliy mashg'ulotlarda yasab o'tdik, ham bu haqda ma'lumotlar ham berib o'tdik. Bu elektromagnit tuzilishi. Elektromagnitni dastavval oldindan tayyorlab olingan ko'rinishi. Bundan siz yetarlicha ma'lumotga egasiz. Bizga yana kerak bo'ladi mis uzatish simlari, bir necha skripkalar kerak bo'ladi va taglik, ya'ni plastmassa tagligimiz kerak bo'ladi. Bir qancha burama mixlari. Asosiy bugungi mavzuyimizni detali bu qo'ng'iroq. Hamda yana bir detalimiz bu oddiy uyda foydalanadigan 80 o'lchamli miximizni biz namuna sifatida olamiz. Demak, birinchi navbatda hozir qiladigan ishimiz avvalambor tok manbaimizni kuchlanishini o'lchab olamiz. Ya'ni bu yerda qurilma yordamida ekranda namoyon bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, 12 volt kuchlanishdan yuqori chiqyapti. Bu ayni biz amalga oshirib yasamoqchi bo'lgan elektroqo'ng'irog'imiz uchun kerakli bo'ladigan kuchlanish hisoblanadi. Demak, amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz taglik, ya'ni taglikni mix donasi bilan birgalikda qotirib olishdan oldin skripkani shu o'lchamga keladigan, ya'ni tortma prujina holatiga detalini tayyorlab olamiz. Detalni tayyorlash uchun bizga ombur kerak bo'ladi. Ombur yordamida ushbu skripkamizni tik holatda yoyib olamiz. Siz buni elektroqo'ng'iroqni yasashingiz uchun uyda topiladigan detallardan foydalanishingiz mumkin. Shuning uchun bu mavzuni biz oddiy holatda, oddiy uy sharoitida tayyorlash uchun kerak bo'ladigan detallardan saralab olganmiz. Mana tekislab oldik. Buni endi prujina ko'rinishida burab olamiz. Burashda va qattiq metal bo'lganligi uchun xavfsizlikka e'tibor berishimiz kerak, chunki qo'limizni tilib yuborishi mumkin.
elektr qo'ng'iroqlari qayerlarda ishlatiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Elektr qo'ng'iroqlari mana necha yillardan buyon bir xil vazifani bajarib kelganligi uchun ko'p yillardan beri foydalanib kelinadi. Lekin vazifasi o'sha o'zgarmagan. Hozirgi kunda mexanik qo'ng'iroqlarga nisbatan elektr qo'ng'iroqlar keng qo'llaniladi. Mana prijinamizda prijina ko'rinishiga keltirib oldik. Sizlar bilan birgalikda mana guvohi bo'lyapsiz. Bu mahsulotimiz, amaliy mahsulotimiz tok manbai bilan ishlaganligi uchun elektr qo'ng'iroq hisoblanadi. Chunki elektromagnit orqali yakor tortib elektr qo'ng'iroqqa kerakli magnit maydon ostida kuchlanish yuborilganda yakorimiz qo'ng'iroqqa tegib qaytadi. Bu esa o'z o'rnida ishimizni elektr qo'ng'iroqni yasalishimiz uchun namuna bo'ladi. Mana yasab oldik. Endi keyingi ishimiz buni pistolet yelim orqali buni mixga yelimlab olamiz. Qotish uchun bir necha soniya vaqt ketadi. Mana qotirib oldik. Mana endi plastik rezina detalimizni taglik, ya'ni yog'och tagligimizga ma'lum bir joyni belgilab, o'sha joyga pistolet yelim orqali yelimlab yopishtirib olamiz. Mana yopishtirdik. Detalimiz, qotirilgan detalimizni rezina detalimizga burama mix yordamida biriktirib olamiz. Mana qotirib oldik. Bu yerda yakor o'rnida ishlatiladigan ushbu miximiz harakati prujina orqali bir-biriga yuqori tepa va pastga siltima harakatda borib kelyapti. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichda elektromagnitni ya'ni ma'lum bir masofada qoldirib, uni kerakli masofada uni ham yog'och detalimizga yelimlab olamiz. Mana yopishtirib oldik. Detalimiz yopishdi. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Tanlab olgan bir nechta burama mixlarimizni bir nechta qismlardan belgilab, ya'ni elektromagnitga kirayotgan manbaning ikki qismga ajratib, belgilangan joyidan burama mix orqali qotirib olamiz. Qotirayotganda va xavfsizlik texnika qoidalariga rioya etishimiz shart. Endi yana bir skripkamizni olib, bu yerga kontakt vazifasini bajaruvchi yakorga kontakt vazifasini uzatib beruvchi ikkinchi o'rnatgan burama miximizga qotirib olamiz.
kontaktimizga tegib turishi kerak. Mana xotirib oldik. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichda bu yerga qo'ng'iroqni joylashtirish bosqichi. Qo'ng'iroqni elektromagnitga nisbatan miximiz tok manbaga ulanganda yopishib qolmasligi uchun, ya'ni magnit, elektromagnit tortib olmasligi uchun tortish jarayonida o'zagiga, ya'ni elektromagnit o'zagiga yetishiga yarim millimetr oralig'ida qo'ng'iroqni qotirib olamiz. O'lchamlarni aniq olishimiz kerak. Ya'ni sxema ko'rinishida berilgan bundan oldingi amaliy mashg'ulotlarimizda elektr qo'ng'irog'ining sxemasini sizlar bilan ko'rib o'tgan edik. Mana shu sxema yordamida biz amaliy mashg'ulotni bajarishimiz kerak. Elektr qo'ng'iroqlar ko'pincha xavfsizlik jihatidan uylarimizda kirish qismida signalizatsiya vazifasini bajarish uchun ko'pincha qurilmalarda ishlatiladi. Jarayonni mana shu tartibda olib boramiz. Mana elektr qo'ng'iroqni o'zini joylashtirib bo'ldik. Endi esa oxirgi jarayonga kelamiz. Oxirgi jarayonda, ya'ni ikkita burama mixlarini elektromagnit o'tadigan simlariga mos ravishda qotirib olamiz. Burama miximiz oxirigacha buralmaydi, chunki kontakt simlari bunga ulanishi kerak. Mana birinchisini uladik, ikkinchisini esa yakor, ya'ni tortuvchi qo'ng'iroqqa urib borib keluvchi bir qismiga buni qotiramiz. Ya'ni bu elektromagnitning ikkinchi simini. Ya'ni oxirgi hozir yana bitta qolib ketgan jarayon qoldi. Bu yerda uzatish simi orqali kontaktdan, yakordan kelayotgan kontakt simiga, ya'ni ikkinchi qotirgan burama miximizga mahkamlab o'rnashtiramiz. Ikkinchi uchi yakordan kelayotgan qismga qotiriladi. Mana hurmatli o'quvchilar, amaliy mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yasab oldik. Endi buni elektr toki orqali, manbai orqali buni ishga yaroqliligini tekshirib ko'ramiz. Bu yerda hozir bir qismidan o'tgan yakor orqali o'tib, elektromagnit bir qismidan yakorni tortadi hamda mixni yakor holatiga keltirib ulagan prujinamiz oldinga va orqaga ilgarilma harakat qiladi. Bu yerda tok manbai berilganda elektromagnit o'ziga tortadi. O'sha yerda esa
qo'ng'irog'imizni kosachasiga uriladi. Mana shu jarayonni ko'rib chiqamiz. Mana hurmatli o'quvchilar, elektromagnitimiz ishga tushdi. Ishlagandan ko'rib turibsiz. Shuning bilan bugungi amaliy mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha, amaliy mashg'ulotni uyda bajarib ko'rishlaring uchun yetarlicha bilimga ega bo'ldinglar. Shu o'rinda uyga topshiriqni sizlar bilan birga ko'rib o'tamiz. Uyga topshiriq bo'ladi. Nima uchun elektromagnit deb ataladi? Elektr qo'ng'iroqning qismlari nimalardan iborat? Elektr qo'ng'iroqni tok tarmog'iga ulashni tushuntiring. Demak, mana shu 3 ta topshiriqni uyda amalda bajarib daftaringizga yozasiz va bugungi berilgan amaliy mashg'ulotni uyda tayyorlab ko'rasiz, hamda tayyorlagan amaliy mashg'ulotingizni video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoq orqali ustozingizga jo'natasiz. Shuning bilan amaliy mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi amaliy mashg'ulotimizda ko'rishguncha xayr. Keling, biroz kelajak haqida gaplashamiz va istiqboldagi mehnat resurslarini ko'rib chiqish uchun 2022